Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Toshli begoyimdan ko'ylak shim bichamiz. Material tukun tepaga qilib, bir tarafini, mana eniga bir tarafini 2 buklab 35 cm qilib oldim. Ko'ylagi kalta kaketkalik trapesiya bo'ladi. Trapesiyani eniga ko'proq bo'lish uchun mana bu tarafini 35 buklab oldim. Shu yerdan lozim olaman. Keyin mana pocha taraf to'rayib ketgan joydan menga sal kengroq joy qoladi etagiga. Shunda mana etagini bunday qilib turib olaman. Endi hozir birinchi mana yerdan shimib olamiz. Şimdi tayyori 90 cm, 94 cm ni belgilayman. Ikkala tepa pastiga 4 cm qo'shdim cho'k haqqiga. Tepadan 35 cm ni belgilayman. Va ichkariga 5 cm kirib og'ini chiqaraman. Va shu og'dan etak qismiga, etagini o'zingiz belgilaysiz. Men 17 cm ni belgilayman. 17 ga qarab chizaman. Endi shuni 40 qilib olaman. Tukuni tepagaligini unutmasligimiz kerak. Mana shu yerdan shim bo'ldi. Endi yana bitta pochasini shu yerdan olaman. Materialda eni 1,5. Yo'q, 1,40. Materialda eni 1,40. 1,5 bo'lganda, agar 1,5 bo'lganda men ko'rsatgandek qilmasdan eniga bemalol qilsak bo'laverardi. Chunki 2 buklov bo'yicha 1,5 bo'lsa, bu yoq 35, bu taraf ham 38-40 bo'lib qolardi. Chunki mana 2 buklov bo'yicha 70 bo'lsa, bu tarafga 80 qolib qolardi. Bizda hozir bu yerda 35, yana 70 uchun yana bittasi ham 35 bo'lib qoladi. 35 sal ozlik qilyapti. Endi mana shu tarafdan nimani qilib ketaman. Mana pochasidan, shimni pochasidan qoldi eniga. Shuni mana bemalol bunday qilib buklab turib 43 cm qildim. Ko'ylakni uzuni 1,5 tayyor. Men 4 cm 5 cm qo'shib 1,10 ni belgiladim. Kaketkaga nimaga qilib 5 qo'shib qo'ydim. Endi yelka kengligini belgilayman 19 qilib. Oldiga zamoglik bo'ladi. Oldini 9 cm qilib belgilayman va oldi o'yilishini ham 9 qilaman. Agar kattaroq qilishni xohlasangiz 10-12 qilsangiz ham bo'laveradi. Menda oldi zamok bo'ladi. Yelka qiyaligiga oldini qilyapmiz. 3 cm tushaman va qiyaligini belgilayman. Endi proymaga 19 cm ni belgilayman. Ko'krak aylanasiga 26 ni belgilayman. Endi ko'krak aylanasini proymani chiqardim. Hozir ko'krak aylanasidan avval qilsagan bo'ladi. Hozir menda bu kaketkalik, lekin burmasi yo'q. Endi kaketkasini balandligini 22 cm qilaman. Kalta kaketka bo'ladi. Shu 22 dan
Mana bu 19 ni 17'siga qarab belgilayman. 17'siga. 19 ni 17'siga qarab, 16 ga qarab belgilasak ham bo'ladi. Endi shu 19 ni mana bu chok haqini qo'shamizda 21 qilib qo'yamiz. Chunki kaketkani tikkanimizda 2 sm tikilib ketadi-yu, 21 qilib qo'ydim va ko'krak aylanasini endi shu yerdan belgilab ketamiz. 26 qildim. Bu 50-razmerga bo'ladi shunda. Endi etak tarafiga qarab, mana bu 43 ga qarab chizib ketaman. Aslida mana bu yer to'g'ri kelayotganini ko'rib olishimiz kerak. Endi shuni qirqib olaman. Bu oldi bo'layapti. Qo'ltiqni chiqarmabmiz. Ichkariga 1 sm kirib, qo'ltiq chiqaramiz. Agar material bo'yiga oz bo'lsa, kaketkani alohida joydan bitsak ham bo'ladi. Endi mana bu qiyaligiga yon tarafiga buklaymizdan, mana tepadan boshlab yon tarafiga buklab, ortiqchasini qirib olamiz. Mana endi biroz shu yerda tekizlab qo'yamiz. Mana 0,5 sm oldim, mana bu cho'chchayib turgan yeridan mana. Ozgina cho'chchagan yeridan olib tashladim mana. Beli ozgina kirib, keyin etagi bu yoqqa ketdi. Endi mana uni qirqmay turaman. Hozir yana shuni nima qilib olaman? Bostirib olaman orqaga. Tezroq osonroq bo'ladi. Yaxshiroq ko'rinish uchun mana bu tarafini qilaman. Endi oldidan orqasini farqi faqat kaketkasida bo'ladi. Xohlasangiz orqaga kaketka qilmasangiz bo'ladi. Faqat bo'yidan kaltaroq qilib qo'yamiz. Kaketka qilsak chiroyliroq chiqadi. Endi oldida zamok hisobi bor edi. Ozgina 1 sm ga buklangan tarafidan chiqarib olamizda. Bu yerda mana 8 qilib qoldirib olamiz. 8 dan mana yelka kengligini belgilab olib, proymani ham chizib olaman. Bu yog'ini qirqib olaman. Endi proyma oldi ichkariga kirgan bo'ladi, orqaniki 1 sm kengroq bo'ladi. Yelkadan orqa 1 sm teparoqda bo'ladi. Oldiga qaraganda oldi 1 sm pastroq. Ko'ylak orqaga tortmaslik uchun. Endi mana bu 8 dan pastga bo'yniga 3 sm tushaman. Mana farqi shu. Oldidan mana bu joy 1 sm yuqori va orqa kengligi 1 sm keng. Proyma shunday qoladi, chunki orqada menda kaketka bor. Qolganini shunday kiritib olaman. Mana endi mana bu kaketkani 22 sm qildik. 22 sm dan kaketkamizni qirqib olamiz.
orqa bilan oldingi paketkasini bir xil qilib qo'ydim. O'zi kalta paketka. Endi mana bu ikkalasiga bittadan astar qilib olaman. Oldini paketkasini qirqib qo'yaman. Zamokka. Bu oldi, bu orqa paketkasi bo'ldi. Bittadan astar qirqib olaman. Keyin yeng qirqamiz endi. Ana ikki buklab bir yo'li ikkita yengni bichib ketaman. Uzuni 61 qopdi. Qo'ltiq tarafdan 17 sm ichkariga kiraman. Shu 17 ni mana tuk tepaga bo'lyapti. 17 ni mana bu buklov tarafiga qarab chizaman. Shu chiziqni 4 ga bo'laman. O'rtasidan 13, 26 bo'lyapti. 6,5 va 19,5 bo'ladi. Mana bu eng tepadagi belgidan 1,5 sm tashqariga chiqaman. O'rta shunday qoladi va mana bundan 1,5, pastdagi belgidan 1,5 sm kiraman va shu belgilarni tutashtiraman. Mana o'rtadan jo'n o'tib ketaman va shuni qirqib olaman. Endi yengini past rezinka bo'ladi. Ichkariga 3 sm kichikroq qilib qo'ydim. Tor kengligi xohishingizga qarab, klientingizni xohishiga qarab qilinadi. Yengli pasti. Endi mana bu ikki qavatini ajratib olaman. Mana bu oxirgi pastdagi belgidan yana 1 sm shu yerda ichkari kirib olib tashlayman. Chiroyli qilib, sal egikroq qilib qirqamiz. Va mana shu joyni tichka qilib belgilab qo'yaman. Bu oldi qismi bo'ladi, yengni oldi qismi. Yengi ham bitdi. Oldiga, orqasiga oldiga astar qirqib olaman. Kanalimda yangilarga obuna bo'lishni unutmanglar deyman. Kanalimni davomli kuzatib boring. Savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.